Biz torbettirde azırgıça nurgun makalı, nurgun haberlerini köydük. Amerika Cungu uruş kılamdı. Amerika Cungu oturu serbiye tokunuş bulamdı. Amerika Cungu oturusu da yana kandaktır bir ciddilik bulamdı degan nurgun haberlerini köydük. Hem bir kısmı sizlerge anlattık. Endi makalımız yoki leksiyamızın 3. kısmıda yani mundaq bir haberni sizlerge anlatımız. Bugün hürmetli vatandaşım Amerika doklad tayyorlab agahlandırdı. Amerika Cungo kelgisida yadro urushi qiladi. Mavzuli xabar 5-ayning 25-kuni Dovitor biti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikada Hilton pochtasi deydigan bir gazet bor. Shu gazetda e'lon qilingan maqola xabar ekan bu. Prezident Obama 26-kuni Xirosima orolini ziyorat qildi. Mundaq boshlandi. Prezident Obama 26 gün Xirosima orolini ziyorat qildi. Amerika olimlarining yangi dokladdan nazar doirasi kengaydi. Jungo Amerika ikki davlat kelgusida yadro urushi qilib, Xirosimaning ochiq saboqlarini yana takrorlashi mumkin. UNESCO Akademiklar ittifoqi Union of Concerned Scientists deydi ekan buni. 5-ayning 25-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yangi doklad kishini ansirtadigan bir mumkinlik ko'rsatildi. Amerika bilan Jungo harbiy to'qinish kirib qolgandan keyin ikki tarafning to'qinishi yadro qurollarini ishlatishga o'rilishi mumkin. Ikki taraf hukumatlarining harbiy qurol-yaroqlarni taraqqiy qildirishi va strategik o'rinlashtirishi bu ishlarning kelgisi yuz berish mumkinligini oshkorlab qo'ydi. Navbatda ikki davlatning harbiy qurol-yaroqlarni o'rinlashtirishi, harbiy ishlarni o'rinlashtirishi, harbiy qurol-yaroqlarni taraqqiy qildirishi bu ishning kelgisi yuz berish mumkinligini oshkorlab qo'ydi. Beijing va Washington navbatda urushning xavf xatirini diplomatik tirishchanlik orqali azaytmay, balki harbiy ishlar o'rinlashtirishiga vaqt sarf qilishga boshladi. Xabarlarga asoslangan Amerika 5 burchaklik bino $100 million ajratib yadro kuchlarini yuqori ko'tarishni planladi. Bu albatta kelgusida Jungo bilan harbiy to'qinish yuz berganda yangi tiplik chorlig'uchi raketa yasashga tayyorlik qilishni o'z ichiga oladi. Jungo'da mudofaa qilish uchun Amerika yaqinda Amerika Davlat Majlisining ishki palatasi davlatning raketadan mudofaa qilish planining ko'lamini texnik kengaytirish huquq berish qonun loyihasi ma'qul. Amerika taraf yaqindan beri havo armiyasi texnik ishlariga yangi mablag' soldi. Bu orqali Jungo'ning 60% Amerikaga tahdid paydo qilishiga taqobil turmoqchi bo'ldi. Jungo taraf bo'lsa texnikani yuqori ko'tarish orqali asosliq andizlarni ko'paytib, yadro o'q beshi elib yuralaydigan raketaning sonini ko'paytirish, ko'p xillashtirishga urindi. Jungo taraf yana bir qator sun'iy hamrohi qorish qurollarni, raketa mudofaa sistemasi va ovozdan tez raketani elib yurguvchi mashinalarni tadqiq qildi, taraqqiy qildi va sinab qildi. Dokladda tahlil qilib mundaq ko'rsatildi. Jungo Amerika ikki taraf harbiy to'qinish va mojaro paydo qilishni xohlaydi. Doklad tahlil qilib mundaq ko'rsatildi. Jungo Amerika ikki taraf harbiy to'qinish va mojaro paydo qilishni xohlaydi. Masalan, Amerika Jungo armiyasining xatarni yuqori ko'tarayotganligini ogohlantirib, Jungoning Huangyandao orolida orol yasash va tindirish ishlarini to'xtatishni o'ttirib qo'ydi. Ammo Jungo hukumati bu turni orol yasashni texmo taraqqiy qildirishga kuch chiqardi. Güya musobaqaga tushgandek davomlashayotgan diplomatik talash-tortishlar asta-asta harbiy ishlarda qiyofat ko'rsatish darajasiga ko'tarilib, Amerika chekdik yadro tahdidini yo'lga qo'yishi mumkin.
Buningdan kishilar sobiq Sovetlar bilan Amerika o'rtasida yuz bergan sovuq munosabatlar urushi davridagi harbiy qurol yaroqlarni taraqqiy qildirish musobaqasini aslamay turolmaydi. Jungoliklar yadro qurollarini avval ishlatmaymiz deb va'da berib keldi. Lekin Jungo hukumati bu hukumatning ya'ni Jungo hukumatining yadro qurollari bilan o'chirish xatiriga tavakkul qilib, yadro qurollarini ishlatishiga ishonmaydi. Lekin Amerika taraf bo'lsa, bu yerda Jungoni bak sodda ko'rib qopti. Lekin Amerika taraf bo'lsa, agar Jungo taraf bilan harbiy to'qinishning darajasi muhim chekka yetganda, chekdik yadro tahdidini yo'l qo'yishga bo'ladi deb hisoblaydi. Amerika bunday hisoblaydi. Seliştirgan 24 saat urush kirish tayyorlik qilayotgan minglagan, 10 minglagan kishilar. Yoki bu tayyorlik qilayotgan emas, urush kirishga majbur bo'lib qoladigan deb olayli. Minglagan, 10 minglagan kishilar va har yili 100 milliard dollar ajratib sarf qilib, Jungo va Amerikaning ba'zi diplomatlarining har yili o'tkazilgan qisqa bir necha qatimliq yadro qurollari to'g'risidagi siyosatlari, raketadan mudofaa kurish sistemasi, sun'iy hamroga qarshi qurol yaroqlar, ilg'or harbiy ishlar texnikasi, muhokama qilish aniqla suhbat orqali ixtiloflarni diqqat vatandoshim kechiring, ixtiloflarni suhbat orqali hal qilish uchun emas, aniqki Amerika bilan Jungo o'rtasidagi harbiy qurol yaroqlar musobaqasini qandoq markazlashtirish boshqarish uchundir. Demak, bu bo'layotgan ishlarning hammasi ana tinch yo'lli ixtiloflarni hal qilish uchun emas deydi. Balki ikki davlat o'rtasidagi harbiy tayyorliklar munosabatini qandoq boshqarish. Yoki sen qaysi darajada kontrol qilishing kerak, men qaysi darajada kontrol qilishim kerak. Yoki men qaysi darajada kontrol qilaman, sen qaysi darajada qo'yib yetishing kerak. Mana mushu masalalarga markazlashdi deydi. Ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish uchun emas deydi. Yadro urushi bu dahshatli urush vatandoshim. Mayli siz bo'ling, men bo'lay. Bu urushning bo'lmagani yaxshi, bu urush bo'ladi deganlik emas, bu bir faraz yoki bir qiyosdir. Yoki bir analizdir. Her halde dünya tinch bo'lishi bo'lib, Amerika Jungo o'rtasida urush partlamasligini har qanday masalani Amerika o'z ta'kidlayotgandek, Jungo og'zaki bosim ta'kidlayotgandek, tinch yo'l bilan hal qilishni umid qilamiz vatandoshlar.